Agar siz oziq-ovqat yo'nalishida faoliyat olib boradigan bo'lsangiz, mana bunaqa ko'rinishda monoblok bo'ladi. Yespos orqali o'rnatilgan, xuddi kazinkaga o'xshagan. Bu yerga mana shu omoq suvini siz bir marta integratsiya qilib saqlab qo'yasiz. Bir marta bo'ldi. Va mana shu omoq suvdan millionta keladimi, 2 millionta keladimi, qaytib kirgizmaysiz. Faqat shu sotayotgan paytingizda mana shu markirovkasiga urib, mana bo'ldi. Qabul qilib chiqarib beryapti. Integratsiya qilingan, bog'lash kodi bilan bog'lab, mana shuni integratsiya qilingan tovarni topib beradi. Va yana bir marta mana shundan ko'paytirib sotaman desangiz, sota olmaysiz. Sizdan klient 100 ta oldimi, har bitta mana shunaqa omoqni 100 tasini urib chiqishingiz kerak mana. Mana ikkita ketdi. Tushundingiz-a? Yoki bo'lmasa o'ziga kirib siz sonini ko'paytiraman desangiz ham ko'paytirishda iloji yo'q. Mana markirovka kodi orqali qo'shilgan tovar sonini oshirib bo'lmaydi deyapti. Ko'rdingizmi? Har birini mana titillatib mana shu markirovkasiga ursangiz bo'ladi. Bir marta integratsiya qilasiz, qaytib u masalaga umuman qaytmaysiz. Mana hozir biz buni sotishimiz kerak. Mana markirovkalangan mahsulotni mana shu yerga uraman-da va men sotaman. Xohlasam naqd pulga sotaman, xohlasam bank kartaga sotaman. Naqd pulga faqatgina 25 million so'mgacha naqd pulga sota olaman. Yoki bo'lmasam click payme, u ham qanaqa o'zimni hisob raqamimni QR kodiga to'lov qilingandan keyin va mana shuni belgilab sotaman. Hozir men naqd pulga sotishim kerak. Naqd pul mana yaqinlashtiring. Naqd pulni belgilangan, mana ko'rib turibsiz. Naqd pulni belgiladim va to'lov qilyapman. Mana to'lov qilindi. To'lov qilingandan keyin men bu yerdan mana QR kodli mahsulotimizni cheki chiqib keladi. Mahsulotning nomi mana yaqinlashtiring. Mahsulot omoq mana 05 3000 so'm bir dona. Tushundingiz-a? Mana shu markirovkalangan mahsulot mana shunga urgan holatda sotyapmiz. Ana o'shandagina biz pul o'tkazma yo'li bilan olgan mahsulotimiz ba'zida shunda minus bo'lishi mumkin. Agar biz shtrix kodi bilan agar sotadigan bo'lsak, unda bu noqonuniy bo'ladi. Mahsulotimiz turaveradi, sotgan bo'lgan taqdirimizda ham lekin turaveradi, sotilmagan bo'ladi. Bu markirovka orqali sotishingiz kerak. Tushuntira oldimmi?